Srochniga 2 xonali uyimizda sotuvga chiqdi. 77 seri. Domimiz ham g'ishli dom. Hamma xonlarimiz alohida. Domimiz yo'l yuzida joylashgan. Yunusobod 18-kvartal 2 xonali uyimiz 3-etaj, 4-etajli dom. Orientirimiz esa Chayka magazini. Hamma xonlarimiz alohida, umumiy maydonimiz esa 58 kvadrat metr. Xo'p, kiruvchimizdan prixoshkamiz keng. Chap qo'lda birinchi sanuzellarimiz boshlanadi. Sanuzellarimiz razdelniy. Bu yerda hojatxonamiz, bu yerda esa hammomimiz. 77 seriyamizning har doim planirovkasi juda ham yaxshi. Hammomimiz keng, sterilka rakvina bemalol sig'adi. Bu esa spalniy xonamiz. Bu xonamizning ham razmeri 3,5 metrga 4 metr. Akforumlarimiz qilingan bu tarafimizda. Bu yerda esa zal xonamiz. Zalimiz standartniy razmerimiz 315 ga 520 plus yana balkonga alohida chiqsak bo'ladi. Xohlasanglar bemalol 2 xona, 3 xona qilsanglar ham bo'ladi. Bu esa oshxonamiz. Hamma narsa o'zini joyida turibdi. Hech qatga o'zgartirish kirgizilmagan. Buni xohlasanglar detskiy xona qilib, oshxonamizni esa balkonga olib chiqsanglar ham bo'ladi. Balkonimiz ham razmeri 2 ga 6 metr. Endi uyimizda uborka botida, domimiz juda ham yaxshi. Detskiy plashadkalari bor, parkovkaga joylarimiz bemalol. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini uy egalari srochniy 58.300 deb aytishyapti. Kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Osonliklar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.